Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytganlar: "Hajatun nasi ilal Qur'an." Odamlarning Qur'onga bo'lgan hojati yeb ichishlikka bo'lgan hojatidan ko'ra buyukroq. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Hurmatli tolibi ilm, mana bugun siz bilan birga inshaalloh Falaq surasini o'qishni o'rganamiz. Kechagi darsimizda Nas surasini o'rgangandik. Bugun inshaalloh Falaq surasini o'qishni o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yana takrorlaymiz, kasralarga e'tibor beramiz. Bismillahirrohman, ikkita haga e'tibor beramiz. Rohmanirrohim. Qul a'udhu bi robbil falaq. Qarang, e'tibor bering. Qul qalqalab bo'lib qolmaslik kerak. Bu yerda quli bo'lib qolmaslik kerak. Qul a'udhu ma hamzamiz, mana hamzamiz ayin bo'lib qolmasin. A'udhu bo'lib. Qul a'udhu. Lavz cho'chayadi, yana ozgina qaytadi zuda. Qul a'udhu bi robbil falaq. Bida kasralarga e'tibor bering. Bi rob rod yo'g'on aytamiz. Bi robbil lam qalqalib qolmasin. Bi robbil falaq. Falaq deganimizda mo qofga to'xtaganligimiz uchun qalqala bo'ladi. Falaq, ammo bog'lab o'tib ketsak, uni qalqala bo'lmaydi. Falaqi min sharri ma deb o'tib ketamiz. Demak, qul a'udhu bi robbil falaq. Yana takror o'qiyman. Qul a'udhu bi robbil falaq. Min sharri ma xalaq. Mana midi kasrasini bildiramiz. Nun, bu nun shinni ichiga kiradi. Min sharri ro ingichka bo'ladi. Sharri roda tashdidni esdan chiqarmang. Min sharri ma deganimizda ikki harakat miqdori cho'zamiz. Xalaq, xo yo'g'on, la ingichka, qof yo'g'on. Bu ikkalasining o'rtasidagi lamga e'tibor qarating. Xalaq bo'lib qolmasin. Min sharri ma xalaq. Yana takror o'qiyman. Min sharri ma xalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Bunda ham vada lavz cho'chaysin va nun sha harfining ichiga kirsin. Wa min sharri ghasiqin. Sharri ro ingichka bo'ladi. Sharri bo'lib yo'g'on bo'lib qolmaydi. Sharri ro harf ham ingichka ham yo'g'on. Agar o'zi fathali kelgan bo'lsa ro yo'g'on o'qilinadi. Dommali kelgan bo'lsa ru yo'g'on o'qilinadi, ammo kasrali kelsa ri ingichka o'qilinadi. G'osiqin ikki harakat miqdori cho'zasiz. G'osiqin qin deb tanvinni aniq aytamiz, chunki bu yerda hamza bor. Bu hamza esa izhor harflaridan. Hamza izhor harflaridan. Iza ikki harakat miqdori cho'zamiz va vovga lav cho'chaytiramiz va qo yo'g'on, keyin ba'd bilan to'xtaganligimiz uchun qalqala bo'ladi. Waqab. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Yana o'qiyman. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Keyingi oyat. Wa min sharri naffathati fil uqad. Bunda ham
vovga lav cho'chiyadi. Va min nun shani ichiga kiradi. Va min sharri, sharri boshqa sharrilar bilan bir xil. Bular bilan bir xil. Va min sharrin nunga bog'lab o'qiymiz. G'unnasi eng komil darajada bo'ladi. Sharrin naffathati, fa'da tashdidini bildiramiz. Naffa, fa deganda ikki harakat miqdori cho'zamiz. Fa'da ham ikki harakat miqdori cho'zamiz. Naffathati, ta'da kasrasini bildiramiz. Fil, fil deganimizda fi'ni tagida yo o'qilmay qoladi. Fil deb cho'zib qo'yishimiz xato bo'ladi. Fil deb lamga bog'lab o'qiymiz. Fil'u, uda lav cho'chiyadi. U qo yo'g'on, uqodi dedi qalqala bo'ladi. Va min sharrin naffathati fil uqad. Takror o'qiyman. Va min sharrin naffathati fil uqad. Oxirgi oyat. Va min sharri hasidin idza hasad. Va min sharri, bu bir xil, bular bilan bir xil. Va min sharri hasidin, hasidin, din deb turib tanvinni bildiramiz. Sababi bu qanaqa harfdan? Bu izhor harflaridan. Iza ikki harakat miqdori cho'zamiz. Hasad, hasad da to'xtaganligimiz uchun qalqala qilamiz. Va min sharri hasidin iza hasad. Va min sharri hasidin iza hasad. Boshdan o'qiyman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri naffathati fil uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.